Assalomu alaykum, mani kuzatayotgan barchaga. Bugun men sizlarga qor qiz bosh kiyimini tepa qismi andozasi ustiga to'qish usulini ko'rsatib beraman. Bu jarayonda hech qanaqa sxemadan foydalanilmagan. Andoza shakliga qarab ko'paytirib to'qib ketiladi. Hech qanday murakkab texnikasi yo'q. Faqatgina boshlayotganingizda ikkita nakitdan keyin bitta zanjirdan ikkita nakit olasizlar. Keyingi qatorlarda 4 tadan yoki 6 tadan keyin ikkita qilib ko'paytirib borasizlar. Ba'zi qatorlarda umuman ko'paytirmaysizlar. Men iloji boricha tushunarliroq bo'lishi uchun hamma jarayonni ko'rsatishga harakat qildim. Video cho'zilib ketmasligi uchun biroz tezlashtirdim. Xuddi shu usulda to'qilsa, to'qishni endi boshlagan qizlarimiz ham bemalol to'qib chiqara oladi. Chiqargan shakllarni chetlarini bez nakit bilan to'qib chiqarsanglar, shakllari yana ham aniqroq chiqadi. Men chetlariga bezak berishda krujvadan foydalandim. Krujva tanlayotganingizda egiluvchanligiga e'tibor beringlar. Inshaalloh keyingi darsda toshlar bilan bezak berishni ko'rsatib beraman.